On behalf of the Uyghur Educational Association in Sweden, I would like to thank you for all of you for attending this demonstration and ask God to help us perform our humanitarian duty towards the East Turkestan issue. Biz bugün bu meydanda 2009-yılı vatanimiz Şarkı Türkistan'ın merkezi Ürümçi'de Xitay Komünist Müstəmləkçi alvastılары sadır qılğan qanlıq irqi qırğınçılıqni xatırlash üçün cəm bolduq. We are gathered here today to commemorate of the Meskera committed by the Chinese occupation forest in Urumqi city on 8th of July 2009. Ve yana bu yerge vatanimiz Şarkı Türkistan'da bulavatkan 1 milyon Uygur xalqning yig'ilish markazlariga yig'ilib, ularning jasadlari ko'ydirganligiga qarshi jinoiy qilmishga inson haqlari tashkiloti, Shvetsiya hukumati va Shvetsiya xalqining diqqat e'tiborini burash uchun chiqish uchun yig'ildik. At the same time, we would like to turn the board attention to the Communist Chinese Party arbitrary detention of more than 1 million Uyghurs in Nazi-style reconcentration camps in East Turkestan. Uyghur Shvetsiya! Wake up, Sweden! Uyghur Shvetsiya! Wake up, Sweden! Uyghur Shvetsiya! Wake up, Sweden! Uyghur Shvetsiya! Chunki Xitoy Komünist Müstəmləkçi alvastları Shvetsiyaning ovozini pulga sotib olishga tirishayotdi. Wake up, Sweden! Chinese Communist Party trying to change Sweden. Uyghur Shvetsiya! Chunki Xitoy Komünist Müstəmləkçi alvastları Shvetsiyaning askeri portlarini sotib olish orqali Shvetsiyani talash halga tushib qo'yishga tirishayotdi. Wake up, Sweden! Chinese occupation government is trying to buy military part of Sweden. Uyghur Shvetsiya! Wake up, Sweden! Chunki Xitoy Komünist Müstəmləkçi alvastları Shvetsiyaga tuzaq qurishga tirishayotdi. Wake up, Sweden! Chinese occupation government is trying to buy the will of the Swedish people and the freedom of the Swedish government. Suyumlik qarindoshlar, suyumlik hadilar, suyumlik inilar, suyumlik ukalar. Biz bugun bu maydonga xalqaroning diqqat e'tiborini vatanimizda bo'layotgan 1 million begunoh ommaning eg'ir turma jazolari bilan qonunsiz jazolanishiga qarshi yig'ildik. Svenska regeringen och riksdagen och Sveriges befolkning. Vi har samlats här för att åminnas av 9-årsdagen av den 5 julis massaker som ägde rum i Urumqi och andra delar av Östturkestan och föredömer Kinas fortsatta ockupation och den omänskliga förtryck och folkmord i den Östturkestan. Över 69 år har Kina ockuperat Östturkestan och förtryckt uigurerna genom olika koloniala och politiska åtgärder. En av dessa är politiska området är att uigurerna tvingas återplaceras i andra delar av Kina. Särskilt kvinnor och ungdomar är mest utsatta och är arbetar i Kina i praktiken som slavar i olika branscher, medan miljontals hankineser bosättare flyttas över till för att konsolidera sina koloniala makten i Östturkestan. Den 26 juni 2009 sågs hundratals uiguriska arbetare i den kinesiska leksaksfabriken i Shaoguan, i Guangdong-provinsen i Kina, som kinesiska polisen och säkerhetsstyrkor blundat och till och med uppmuntrat detta brutala angrepp mot uigurerna att äga rum. Där flera dagar senare, den 5 juli 2009, visade tusentals uigurer, mestadels studenter och ungdomar, i Urumqi, huvudstaden i Östturkestan, på gatorna med kinesiska flaggor i handen och banderollerna som fångade över med rättvisa och lika behandling av uiguriska folket.
i överensstämmelse med den kinesiska konstitutionen. Emellertid krossade den kinesiska regeringen brutalt de fredliga demonstranterna och sköt ner tusentals fredfulla uiguriska demonstranter och chockade inte bara uigurer utan det internationella samfundet. Under de närmaste dagarna fängslades tiotusentals uigurer utan någon rättegång och flera hundra försvann till följd av det. Den försämrade människorättssituationen i Östturkestan. Uigurer och andra etniska minoriteter i Östturkestan har utsätts för godtyckliga arrestering, omfattande begränsning av religiösa övning och kultur och ett digitaliserat övervakningssystem som är så genomgripande att alla aspekter av det dagliga livet övervakas. Det finns trovärdiga medierapporter som upp till 1 miljon människor är eller har blivit kvarhållna av vad som kallas politiska utbildningscentrum eller concentration camp, som är största massuppgörelsen av en minoritetsbefolkning i världen idag. I synnerhet bland den kinesiska regeringens massa godtyckliga kvarhållen och internering av uigurer och andra etniska minoriteter finns även familjemedlemmar i svenska uigurerna. Situationen bara förvärrats under den senaste månaden. Uigurerna och andra etniska minoriteter i Östturkestan har utsätts för godtycklig arrestering, omfattande begränsning av religiösa praxis, kultur och digitaliserat övervakningssystem som är så genomgripande att alla aspekter av dagliga livet övervakas genom ansiktsigenkänning, kameror, mobilskanning, DNA-samling och en omfattande påträngande polisnärvaro. Ett koncentrationsläger hålls de i flera månader i taget, utsätts för politisk indoktrinering. Många har enligt uppgifter blivit kvarhållna bara för att bära eller ha på sig islamska kläder eller ha utländska förbindelser, såsom tidigare resor i utomlands eller släktingar som bor i ett annat land. Dessa handlingar kränker inte bara kinesiska lag utan även internationella normer mot den utomrättsliga frihetsberövande. Artikel 37 i kinesiska konstitutionen och artikel 9 den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter förbjuder uttryckligen någon form av den godtyckliga frihetsberövande. Bland de fångade finns naturligtvis familjemedlemmar och svenska uigurer i Sverige. Vi är djupt oroade över de kvarhållande och sannolikt misshandel av dess familjemedlemmar. Dessa är oacceptabla realiteter som kräver ett starkt svar från Sveriges regering. Uigursk utbildningsförening vädjar till Sveriges regering att anstränga sig på dessa frågor, både när det gäller diplomatiska engagemang i FN:s mänskliga rättighetskommission, är att kräva ett svar från svenska regering. Vi ser fram emot att Sverige som ett land i kampen om att förverkliga demokrati och främja förbättring av mänskliga rättigheter ta inuti med Kinas missbruk av den internationella erkända mänskliga rättigheter och ifrågasätta kinesiska regeringens politik mot uigurerna och andra minoriteter som riskerar att fungera som ett katalysator för radikalisering av mänskliga rättighetsfrågor. Tack för mig och er allihopa. Wake up Sweden! Chinese Communist Party trying to change Sweden! Wake up Sweden! Wake up Sweden! Wake up Sweden! Wake up Sweden! Chinese Communist Party trying to change Sweden! Wake up Sweden! Wake up Sweden! Wake up Sweden! Wake up Sweden! Chinese Communist Party trying to change Sweden! Wake up Sweden! Uyg'ur Shivisiya Xitoy kommunist mustamlika alvastilari Shivisiyaning askariy portlarini setib berishga tirishyapti. Wake up Sweden! Chinese occupation government is trying to buy military port of Sweden. Hozir ikkinchi so'zminimiz Taklimakan Islom madaniyat markazining mas'uli Shivisiya
Uyg'ur qutquzish jamiyatining mas'uli Shvetsiyadagi oqsoqollarimizdan koni faoliyatchi Farruh Sodiq akani shvets tilida Xitoy kommunist mustamlika alvastilarining Sharq Turkistonda sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyatni so'zlab bilishga taklif qilamiz. Qani Farruh Sodiq aka marhamat. We are pleased to welcome Mr. Farruh Sadiq from Taklamakan Islamic Culture Center in Sweden. He will be introducing us crime of the Chinese occupation in East Turkestan. Qani Farruh aka marhamat. Hej mina kära vänner. Assalamu alaikum mina landsmän. Idag samlades vi här i samband med 5 juli tragiska händelserna i staden Urumqi som ägde rum 2009 i Urumqi. I östturkistansk historia finns det hur många som helst tragiska händelser som slutade med massmord och tortyr och arresteringar, hjärntvättningar med mera. För att känna den här landet, var någonstans det finns i den här landet. Namnet är Östturkestan. Men kinesiska ockupationsmakt förvandlade namnet som Xinjiang-provinsen. Man fick så kallade autonoma rättigheter, men det följs inte. Det är som en provins, en största provins som ligger i västra Kina. De gränsar med 7 länder och omfattar den här territoriet med Frankrike, Tyskland och Spanien tillsammans. Av 25 miljoner invånare är över hälften muslimer, inklusive uigurerna. Kinesiska etniska kineser består av 40% av befolkningen. Men man måste säga att 1949 när provinsen ockuperades av kinesiska totalitära makten, det var kinesiska invånare var bara 80% av befolkningen. Vi kräver regeringen att påverka på den. Vi kräver att skydda oss uigurerna för den här genocid. Vi kräver att de ska ta hänsyn till detta folket. Eftersom det här folket hade mycket stor roll i världens historia, kultur och medicin och med andra. De alltså hade sina insatser i den här utvecklingen i världen. Men nu ska vi låta bli av med den här folket. Är det tillåten? Nej, nej! Därför alla som står här, vi tackar alla som står här för att ni kom hit. Och vi fortsätter kampen. Naturligtvis, de kinesiska totalitära regimen kan inte förstöra oss. De kan inte stoppa oss för den här viljan. Vi vill ha frihet. 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 Vi vill ha rättighet. Vi vill ha rättighet. Vi vill ha frihet. Sverige höjer rösten mot kinesisk ockupation. Farruh Sodiq akadan Allah razı olsun, ömrünü uzak kılsın, ailesine bereket ata kılsın. Biz birlikte Şvetsiya halkının yürküge yetkidik.
Şivisiya hükümetinin Prime Ministeri Stepan Lovan efendinin derzillerini titretkidek bir şuart olaylı. Oygan Şivisiya. Wake up, Sweden! Wake up Sweden. 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 Wake up, Sweden! Wake up, Sweden, before you fall into trap of China! Wake up Sweden. Wake up, Sweden! Wake up, Sweden, before you fall into trap of China! Wake up Sweden. Wake up, Sweden! Wake up, Sweden, before you fall into trap of China! Şivisiya oygan Uyghur halkı düşken kısmakı düşten ilgiri. Devlet ketişten ilgiri oygan. Wake up, Sweden! Wake up, Sweden, before you fall into the trap of China! Wake up Sweden. Wake up, Sweden, before you fall into the trap of China! Wake up Sweden. Wake up, Sweden, before you fall into the trap of China! Şimdilik akıl okula hedelisinler. Hazır merhum kompozitör Küreşkü Sen Efendim'in oğlu Kevser inimizi sözge teklif kılımız. İngiliz tilde Şivis halkıga, Şivisiya hükümetiga halkımızın ahuzarını İngiliz tilde anlatkudek seviyeye yetti. Kanı Kevser inim merhamet. We are pleased to welcome our very special guest, Mr. Kevser, son of Kureshkusen. He will be sharing with us his opinion and feeling on the violation committed by the Chinese occupation in East Turkestan. Ladies and gentlemen, good evening. So here we are again on a protest. The Israelis are protesting, the Palestinians are protesting, vegetarians are protesting for animal rights, and we Uyghurs are protesting for freedom and inequality. But why are we standing here? So why are we protesting? We stand here to speak for those whose voices are silenced. We stand there to raise our arms, to be seen for the people who are taken and covered by the Chinese government. Now, I just turned 20 years old, and I was privileged to celebrate it with friends and family. But had I been in China, I'd be celebrating that birthday in a re-education camp, prone to brainwashing, torture. Also, I've also been celebrating my 1-year anniversary of coming to that brainwashing re-education camp. There are women in Xinjiang, they're being forced to marry Chinese men because all the men, Uyghur men, are taken. They're seen as threats. From age of 19 to 45 are all taken to these re-education camps. So women are forced to marry the Chinese men because there are no other men left to marry because they've all been taken into the jails, these camps. We stand here not united by blood or friendship or mutual friendship. We're here because we're united by mutual identity, a mutual pain, and a mutual suffering. We're gathered here because if we don't stand here to speak about the suffering, who else will? We are here in Sweden as guests. No matter how many of us are born here, we are always will be guests here. And we're fighting to have a chance to be able to go back to our own homeland that is right now under Chinese occupation. The Chinese have painted the Uyghurs as separatists and terrorists. And the world is ignorant of who we are. Ignorance leads to fear. Fear leads to hate. Hate leads to isolation. And isolation leads to desolation. And lastly, that leads to devastation. We have been ignored
We have been feared. Hate has always persevered. We've been isolated, we've been desolated, and I hope that you won't let us be devastated. Thank you. Vive la frihet! Vive la rettighet! Frihet! Frihet! Uyghur! Uyghur! Frihet! Vive la frihet! Vive la frihet! Vive la rettighet! Uyghur! Uyghur! Vanilla! 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 Frihet! Vive la frihet! Vive la frihet! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! 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 Vive la frihet! Kina terörist! Kina okkupant! Kina mördare! Frihet! Frihet! Uyghur! Uyghur! Kina mördare! Kina mördare! Kina dödare! Suyumlik hadiler singillar, suyumlik akıl. Bu yerdeki 45 minut vaktimiz mi ahırlaşay dep kaldı. Ahırkı sözmenimiz Abdüşkür Samsak Şivisiye Uygur Komitesi'den Abdüşkür Samsak kardeşimizle sözge teklif kılımı. Kani Abdüşkür merhamet. We are pledged to welcome Abdüşkür, very special guest. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Men bu yerda vatanimizda bo'layotgan zulmni so'zlab o'tmasammi, bu yerga qatnashgan hammaylar biladi deb qarayman. Shunga men o'zim tayyorlagan bir nutqim bor, shuni sizlarga o'qish bilan nutqimni oxirlashtiraman. Davlatimiz Sharq Turkiston Jumhuriyati Xitoy tajovuzchilari tomonidan besib olindi. Buninglik bilan Sharq Turkistonliklar Xitoy bo'lib qolmaydi. Bizning kurash nishonimiz suyumlik aziz vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Ikkinchi dunyo urushidan keyin mustamlika tuzilmada o'zgarish bo'lib, Afrika, Osiyo qatorliq ellardagi jahongirlar tomonidan besib olingan zaminlar orqa-orqadan mustaqil bo'lgan bo'lsa, 1990-yillardan keyin Sovet ittifoqi va kommunizm lagerlaridagi davlatlarmi orqa-orqadan mustaqil bo'ldi. Biroq vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lishining aksicha kundan kunga Xitoyning eg'ir zulmi ichida mavjudlik krizisiga patmoqda. Sharq Turkiston davlatining besvilnishi natijasida tilimiz cheklandi, dinimiz cheklandi, erkinligimiz bo'g'ildi. Millionlagan o'g'il qizlarimiz Xitoy turmusida nobud bo'ldi. Ammo bizning besvilnigan davlat ekanligimizni e'tirof qilishning o'rniga Xitoyning zulm haqida so'zlashimizni talab qildi. Dunyo bizning namoyishlarimizni Xitoydagi bir millatning kishilik huquqiy da'vosi deb talab qilib o'tkazilayotgan namoyish deb qolmasin. Biz bir davlat besilganda barliq zulmning ishiga echilgan bo'ldi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lmay turib, bu zulm tugamaydi. Xitoylar jazo lagerini taqqan taqdirdimi milliy bo'lginchilik deyilib, turmida nobud bo'layotgan 100 minglagan yosh o'g'il qiz yurak parlarimizni quyvatgan taqdirdimi davlatimizning mustaqilligi qo'lga kelmaydi ekan. Biz qarshiligimizni davomlashtiramiz. Yolg'iz so'zlab emas, namoyish qilib emas,
hayatimiz bedeliga Sharq Turkiston mustaqilligi uchun kurash qilishni davomlashtiramiz. Har qanday bir el o'zining zemini besib olingan dushmanlarga qarshi qurolli kurash qilishni aqalli huquq va burch bo'lganiga o'xshash Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qurolli kurashni o'z ichiga olgan har qanday vosita bilan taqobil turish huquqiy va majburiyati bor. Biz Sharq Turkistonliklar barliq insoniy huquqimizning, barliq dinniy erkinligimizning, ana til ma'rifimizning, milliy mavjudligimizning, ilm, fan va texnika, iqtisodiy taraqqiyotimizning faqat va faqat davlatimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi amalga oshgandila ondan kapolatga ega bo'lganligini, bizga mustaqillikdan boshqa hech qanday bir yo'l yo'q ekanligini aniq bilamiz. Biz Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni qariyash, ayol demasdan siyosiy faoliyatlarga aktiv qatnashishga, Sharq Turkiston mustaqilligi uchun uyushishga, barlig'ini vatan mustaqilligi uchun fido qilishga tayyor turishga chaqiramiz. Biz Shvetsiya hukumatini, Yevropa ittifoqini, butkul dunyoni Xitoyga qarshi jazo qonuni ma'qullab, Xitoy vatanimiz Sharq Turkistondagi zulmni to'sishga, Sharq Turkiston Cumhuriyetining Xitoy tarafidan besib olingan mustamlik ekanligini e'tirof qilishga, Sharq Turkistonning haqqoniy mustaqillik kurishiga yordam berishga, yordam berib, eng aqalli insoniy borchini ado qilishga chaqiramiz. We will have freehet. We will have freehet. We will have rettighet. We will have rettighet. We will have rättvisa. We will have rättvisa. Kina går ut Östturkestan. Kina går ur Östturkestan. Kina går ut ur Östturkestan. Kina går ur Östturkestan. Vi vill ha frihet. Vi vill ha frihet. Vi vill ha rättighet. Vi vill ha rättighet. Rahmat.
Yaşasın Uygur! Yaşasın Şarkı Türkistan! Xitaylar vatanimizden çıkıp ketsin! Xitaylar vatanimizden çıkıp ketsin! Xitaylar vatanimizden çıkıp ketsin! Biz müstakillikni xohlaymiz! Biz müstakillikni xohlaymiz! Hazır Almutadan Shvetsiyaga mehmon bo'lib kelgan Uyg'ur ayol ziyolilarimizdan Zeynep Hanım'a söz beramiz. Qani Zeynep Hanım mikrofonga marhamat. Assalamu alaykum. Aziz kelindoshlarım, vatandoshlarım. Mushu dunyoga taralib ketgan musofir Uyg'urlarim. Men Almatıdan, Qozog'istondan keldim. Bugungi namoyish u tarixiy fojia bizning Uyg'ur xalqining yurigidan hech qachon chiqmaydigan 2009-yili 5-iyul qonliq fojia. O bizning mushundaq yosh bolalarimiz bikadan bika qon to'kib asfaltga jasadlarini tuzlab etgan kun. Mushu tarixiy qon bizning shurgimizdan chiqmaydigan kunni Meşege Shvetsiya Uyg'urlari bilan yani mushu demokratik elde turayotgan erkin yashayotgan Uyg'urlarim bilan bugungi kunda sizlar bilan namoyishga chiqganimga o'zimni baxtli deb hisoblayman. Chunki qarindoshlarim, o'zinglarga belgili Uyg'uristonda, Sharqiy Turkistonda avazını çıkaramayotgan hanım kızlar zulümde mushu Xitoyning zulümida azap çekip yaş balalarımızga hanım kızlarımızını depsendi qilayotganda biz bu yerda beshimizni ko'pining ichiga ya qumning ichiga tiqilib yetishimiz mahrum. Hammanglarni men bizda yurak birligi Yığız birligi bo'lgan bilan yurak birligi kam o'xshaydi. Men o'ylayman, bugungi kunda meshed namoyishda Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlar ko'p. Men bugungi kunda bizning Qozog'iston paravan xalq, paravan mamlakat yaxshi turmiz. Biroq sizlardek erkinlikda bayrog'imizni, ko'k bayrog'imizni olib, ay bilan yulqizni yelpilletip çıkamayız. Çünkü biz her narsanın ki siyasetin çekliği var. Bir yerde çeklik yok sizlere. Neymiş ki şu fırsattan paylanmaysa bir yerden meşe duruvatkan, muharacat duruvatkan bizninki Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım qanchalik. Men o'zim vatanda tug'ilmagan, biroq vatan uchun jon fido. Mening qinim, jinim, tilim, mening avlodim u Uyg'ur xalqi. Yusuf Hasajev, Mahmud Qashqari, Ahmet Yugnaki, Alisher Navoiylarning avlodi turgan Oğuzhan, Atilla deb beshimizda ko'k yetkizimiz. Hammamiz uyda turib olib oshxonada inqilob quramiz. Chiqinglar namoyishga. Mush fursatdan foydalanib hammanglar chiqishinglar kerak. Şu bizniki, vatandagi onlarimizning, otlarimizning, sizlardagi yosh bolalarning qil to'kilayotganda sizlar nemishga chiqmaysizlar? Bu har bir fursatdan foydalanish kerak. Biz Qozog'iston Uyg'urlari, dunyo Uyg'urlari bir ovozdan, bir yurakdan so'zlaydigan bo'lsak, bizning ahvolimiz alamat yaxshi bo'ladi. O'zinglarga belgilik esinglardimi? Yoshlar biladi. Avatar degan kinoni ko'rdinglarmi? Avatar kinoni ko'rgan bo'lsanglar, mana
işte. Galibiyet kaçan buldu? Kaçan öz ana tilini yaxşı söyüp, vatanını yaxşı söygende. Qarindoshlarga can köygende. O'zingni o'zing Uyg'ur degende. Haqiqiy milliy, millat suyar bo'lganda, vatanparvar bo'lganda shu vaqtida g'alabiyat bo'ldi. Bugungi kunda deb qo'yib unutib qolsanglar bo'lmaydi. Bu fursatni foydalanmasak, biz hozirgi vaqtida vatan dahshat qilning to'pisi turdi. Onu men deymsamma, har qanday ushurlardan, har qanday narsani ko'ryapsizlar. Bugungi kunda sizlar bilan mushu namoyishda billa bo'g'nimga nihoyat faxrliman. Men o'zimni baxtli deb his qilaman. Chunki men sizlar bilan billa, ya'ni men Uyg'ur xalqi bilan, men shu xonim qizlar bilan, shu xonim qizlarning ovozi chiqmagan xonim qizlarning, ota-onalarimizning, qarindoshlarımızning, şu anamning, şu anaşlarning ovozi bo'g'im keldi. Men shuni o'ylaymanki, sizlar ashtaq bo'la olasizlar deb. O'zingizlarga ma'lum, bugungi kun o tarixiy bizning fojialik 2009-yili 5-iyuldagi Uyg'ur xalqining dehşetlik bastırılgan günü. Bunda beşimizni içimiz silip jüriversek hiç kim kalmaydı. Tilimizni, vatanni, qo'g'dashni bilish kerak. Birinchi o'zimizdan boshlaylik. Haqni demayli. Nima qildim men vatan uchun? Men nima qildim? Balalarni tarbiyalaylik. Ana so'zlab, Uyg'ur tilida so'zlaydi uyda. Bedel pulunu bireyli, aksıdan izlemeyli. Şunun için bugünkü günde qarindoshlarım, eğer sizlerge köp sözlep bir yerde hayacanlanıp dep ketken bolsam, o mening yürek avazım. Çünkü men bunu özümün ilde vaqrab sözlemesiydim elinin aldıda. Rahmet dıktınlağı. Assalamu alaikum. Kurtuluş yolunda sudek aktı bizning qonimiz. Sen üçün ey yurtumuz bulsun pida bu canımız. Qon kechib hem can berib ahir qutuldirdik seni. Qalbimizda qutquzush bor edi imonimiz. Yarımdan bo'ldi bizning himmatimiz. Sen üçün dunyoni so'rgan edi himmat bilan ajdodimiz. Yurtimiz biz ko'zingni qon bilan pokizladik. Amni hech killatmaymiz chunki tirikdir nomimiz. Attila Chingiz Temur dunyoni titratgan edi. Jon berib shon olamiz. Biz uning evladı biz. Chiqdi jon ham oqtiqqan. Dushmandan bo'ldi el aman. Yaşasın hiç ölmesin, parlansın istikbalimiz. Atilla Altun'dan Allah razı olsun. Bunu terbiyeleyen ata-anasından Allah razı olsun. İnimizden çıraylı, akıllı, büyüş için tekbir. Allahu Ekber. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Mustaqillik Zulüm to'xtasa to'xtaymizmi? to'xtamaymiz. Vatanga hizmet to'xtaymizmi? To'xtamaymiz. Vatanga bag'li qo'z to'xtaymizmi? To'xtamaymiz. Vatan kimning? Bizni Vatan kimning? Vatanga qimmat birimiz. Vatanga yuz bilan birimizmi? Yo'q. Vatanga qandoq birimiz? ozod qilib beramiz. Vatanga qandoq birimiz? Ozod qilib beramiz. Biz qadinimizmi? Yo'q. Biz qadinimizmi? Yo'q. Biz qadinimizmi? Yo'q. Choy qadinimizmi? Yo'q.
Düşmanımızı tunduk mu? Düşmanımız kim? Dinimiz nima? Milletimiz nima? Düşmanımız. Onda koysam, Xitoy Kommunist mustamlaka alvastilarining bayrog'ini Shvetsiya qonuniga hurmat qilganlik sababdan kelib tushirib kuydirammasakmi? Xitoy Kommunist mustamlakachilariga bo'lgan nafratimizni, g'azabimizni ifodalab, Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'iga yanchib, o't qo'yib, bu yerda namoyishimizni oxirlashtiramiz. Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini chaylab yanchiymiz. Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini chaylab yanchiymiz. Chaylab yanchiymiz. Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini chaylab yanchiymiz. Chaylab yanchiymiz. Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini chaylab yanchiymiz. Chaylab yanchiymiz. Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini chaylab yanchiymiz. Chaylab yanchiymiz. Chaylab yanchiymiz. Chaylab yanchiymiz. O't qo'yamiz. O't qo'yamiz. Ko'ydiramiz. Ko'ydiramiz. Qani Suhbulraxonning navrilari, Abdurahmatning navrilari, Yusuf Xosojimning navrilari, Sobit Damonlarning navrilari, Abdumid Damonlarning navrilari, Abdulahad Barat Maqsumning navrilari. Qani Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'iga yanchinglar. O't qo'yinglar. Ko'ydiringlar. Ot yak bakkadan kulalaydı ona. Kişiye tutuştursun ha, kişiye. Akılımız akıda ol. Ehtirap olun. Vallahi küçük balığı sen direktörünle balırım, kapak balırım. Direktörüne ot çapışmadı. Taylak çözsün. Taylak çözsün. Kürdü sen uzuyor varsa ma biz tatı vallahi. Ha, o't qo'yib, ko'ydirib, Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarini haydaymiz. Xo'sh, oxirgi namoyish. Namoyishning oxirgi qismi. Xo'sh, o't qo'yib, ko'ydirib, Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini. Hey Şinska ambasadin, her birimler ve Şinska plaggan. Niken filma, niken ta bildir o hikatil Şinska regeringen ebekin. Vi vill ha frihet, vi vill ha rättighet, vi vill ha synagoger på Östturkestan. Vi vill inte ha Şinska plaggan i Östturkestan. Vi har eget flagga. Måndag, vi brinner Shinska flaggan i hela Östturkestan. Vi skickar alla shirisar till Peking. Hör du Shinska ambassaden? Här brinner med eran flaggan. Qo'shma qassasiylik qarindoshlar, Xitoy Kommunist mustamlakachi alvastilarining bayrog'ini o'tkazib qo'ydirib bo'ldik. Unda qo'sa bugungi namoyishimizning Shvetsiya hukumat doirasidan olgan qonunimizning ruhiga muvofiq holda va Iroq yaqindan kelgan mehmonlarimizning herib qolmasligini ko'z tutgan asosda namoyishimizni Taklimakan Islom media markazining imomi Umar Maqsumning barkat duosi bilan oxirlashtiramiz. Qani Umar Maqsum, duoga marhamat. Nima uchun yig'ilganligimizda jamiyat mas'ullarimiz, cho'nglarimiz biraz so'zlab tushunib o'tgan bo'ldi. Bu yerga kelishga maqsad bo'lgan. Bu yerga biz faqat ustimizdagi diniy va milliy mas'uliyatimizni, majburiyatimizni ado qilishga keldik. Bu mahkumlarga qarshi Iroq yaqindan kelgan barliq akalarımızın, hadis sınavlarımızdan ağan hadir kademeye haslak acı ata olsun.
Cenab-ı Allah vaxtıga bereket, tənlərə salamet ata qılsın. Cenab-ı Allah ağan hər bir qədimigə həsrət, əcr ata qılsın. Hər qanda tilək, məqsədləri olsun Cenab-ı Allah bunu qəbul qılsın. Bugün qulumuzun kəginçə insani səbəbini qıldıq, həm də ilgimiz bolğan Allah Subhanahu wa Ta'alaga bütün dərdimizi anlaydıgan, dərdimizə dərman bulduğan, hem bizlerin dünya ve ahiretlik bizlerge paylık bolğan narsalar bize nisip kıldığan, bizden ilgimiz bolğan Allah'a dua kılıştan birge bu bugünkü tarifimizi ahirleştiriniz. Amin. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme arinal haqqa haqqa ve rizqna ittiba'a ve arinal batıla batına ve rizqna ijtinaba. Amin. Ya Allah bizlerge haqqni haq gösterkin ya Allah. Bizlerine haq doğru yolunu öğretmegini ya Allah. Bizlerge hatanı hata gösterkin ya Allah. Bizlerine aile bazılarımızdan karandaşımızdan hatanı diye kılgın ya Allah. Ya Allah bizlerde şu kulak tuğulgan arkalarımız, okullarımız, her sınavlarımız şu karanlık zindanı kapağallağı sen öz tırpanından olarak çıkışla takılgın ya Allah. Ya Allah senden başka bizdenki tayancımız yok, ilgimiz yok, yarancımız yok ya Allah. Sen hemmige kadirsen ya Allah. Sen hemmige kadirsen ya Allah. Bizdenki acizane kılgan dualarımızı icabet kılgın ya Allah. Ya Allah bizden tilimizni, dinimizni, milletimizni bir kılgandek bizden fikrimizni, sətlimizi birleştirdin ya Allah. Bizlerge özümüzün məsuliyetini tunuyduğun, üstümüzdeki olan bu milletimizin hakkını tunuyduğun, hakiki düşünce ata kılgın ya Allah. Bizden sətlimizi birleştirdin ya Allah. Bizlerinki tilimizin çıkan her bir sözge sadık kaldığın kişinin katardı kılgın ya Allah. Bizlerinki biz ağzımız dap koyup emel kılmaydıgan bundan insanların katardı kılgın ya Allah. Ya Allah bizlerini, aile ballarımızı sen doğru hak yoldan aratmadın ya Allah. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Ya Allah bu şu vatanimizdeki zulm çıkıvatan qarindaşlarımızga sabr ata kılgın, küçük iman ata kılgın ya Allah. Ulanı sen pat yakında şu kar zulmetini kutulduğun ya Allah. Ya Allah senin düşmanın olgan, senin dinin düşmanı olgan, seninki sana bende olgan Müslümanların düşmanı olgan, yeryüzündeki bütün mahlukatların düşmanı olgan şu kar Xitayını sen özden bitirap kılgın ya Allah. Sen Firavun'da bitirap kılgın seni ya Allah. Sen Ad, Hud kavimlerini sen helak kılgın ya Allah. Sen karşı çıkan ve senin dinin karşı çıkan ve seninki aciz bendilerinki mangan yolları kılgın işte karşı çıkan her kandak sen düşmanını sen özden helak kılgın ya Allah. Bu şey Xitayını sen özden helak kılgın ya Allah. Sen hemme kadirsen ya Allah. Sen hemmedin çoğun sen ya Allah. Ya Allah senin askerlerin sana eğilip asker geçik etmedi ya Allah. Sen dönersin boğun desen derhallan buldu ya Allah. Sen bizlerinki acizane kılgan dualarını icabet kılgın ya Allah. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ya erhamer rahimin. Amin.